Domla eshityapmiz-ku. Anhor, mevalar, hurlar ko'rmasak ham eshityapmiz-ku. Birodar, u jannatdagi narsani Alloh taolo aql bovar qilmaydi deyapti. Senga bu so'zlar bilan jannatni xabarini berdi, sen tasavvur qiladigan so'zlar bilan eshitganda quloqda tasavvur qilyapsan. Meva desa bir dunyodagi narsaga o'xshatyapsan, lekin haqiqati qanaqa ekanligini borganda ko'ramiz. Buni misolim avval aytganman. 2 yashar bolangiz o'malab ketyapti. Qaynoq chanakka qarab. Nima deysiz? Kuyasan, joning qiylanadi bolam, qo'y unaqa qilma deysizmi? Demaysiz. Nima deysiz? Papa deysiz. Chunki u bola o'sha papa deganingni idrok qiladi-da. Endi 30 ga kirgan odamga papa deydi, kuladi. Lillahil masalul a'la, jannatdagi narsani Alloh taolo bizga tushuntirish uchun biz idrok qila oladigan so'zlar bilan aytayapti, lekin haqiqati qanaqaligini borganda ko'ramiz. Inshaalloh ko'ramiz bilalashib, birodar. Umidimiz bor.